Demak, mo'min musulmon inson kasb qilishda niyatni yaxshilash kerak. Qaysi kasb bo'lsa ham. Lekin bu degani qaysi kasb bo'lsa ketaveradi emas. Kasb tanlash kerak. Shariat halol qilgan kasbni qilish kerak. Harom qilganidan zinhor yaqiniga bormaslik kerak. Shariatda harom qilgan narsalarning hammasini umuman yaqiniga bormaydi musulmon odam. Musulmon inson niyatni yaxshi qilish bilan birga shariat ruxsat bergan kasbni tanlaydi. Ana tanlab olgandan keyin shu kasbni yaxshilab o'rganadi. Demak, hunarni, kasbni yaxshi egallab, ana avvallari ustozdan duo olmasdan ish qilmagan. Ustozlardan duo olib, bo'ldi endi sen yetuk kasb egasi bo'lding, o'zing mustaqil ishlayver endi bolam desa qilgan. Chunki o'zi bilmagan narsani qilaman deb birovni aldab, unga zarar yetkazish mo'min insonga mutlaqo to'g'ri kelmaydi.